Samый главный narxi arzon-ku. Bezrimon bo'shat farqachi. Xona mehrdago mefamat barur. Ko'pchilik Instagram sahifasida mana shunday bezrimon uylarni ko'rishni xohlamaydi, ammo bozor narxidan past bo'lsa, bunday uylarni baxtini ochish shart. Hozir 3 xonalik uyni proyekti va obzorini tanishtirishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi mana bunday uzun koridor, 5 etajli panelli domning 4-etajda joylashgan. Bu uyning birinchi xonasi. O'zim remont qilib yashayman deganlar uchun zo'r variant, narxi arzon. Uyning ikkinchi xonasi 75 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda mana bunday ochiq balkonlariga ega. Xohlasangiz buni ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Mazmun tushuntiradigan bo'lsam, shundoqgina Dinamo bozorchasining yon tarafida joylashgan. Bu uyning 3-xonasi. Uylari ancha katta-katta. Sanuzel xonalari alohida. Ko'rishingiz mumkin. Bu esa uyning yuvinish xonasi. Bu yerda uyning ochiq balkoni, oshxonani mana bu yerga ko'chirib, mana bu yerda ovqatlanish uchun zona qilsangiz ham bo'ladi. Ushbu kvartiraga $34,800 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib kelaverasiz.